bor narsani ham ko'rsatishimiz kerak edi. Faqat ana zo'r narsani ko'rsatadi-yu. Biz hozir 3-safxoz G'alaba deydimi? Zarbdor tumanidamiz. Yoshlik MFI'da Danata dalada mana Doniyor ekkan dehqonni ham olgan. Mana bular boshida zo'r bo'lgan, lekin buni mana shunaqa bo'lishiga sabab suv. Birinchi suvi juda kech ichgan. Endi hamma narsa biz endi anu faqat yaxshi narsani yoritmaymiz. Bor real holatida Makka jo'xorini stressga tushtirdingizmi? Mayli, dehqon agar misol uchun undoro fermer bo'ladigan bo'lsa yoki sotuvchi bo'ladigan bo'lsa bilmasligi mumkin. Nimadan bo'lsa bilmayman. Yo'q, gibrid. Bu o'zi Danata, mana misol uchun siz ham ekkansizlar. Mana shu holatida pachatga solganda, demak pastda soldimi, demak bu stressdan qantarilgan. Suvdan, birinchi suvdan ancha kech suv ichilgan. Sen buni o'zingiz aytyapsiz, antenna chiqqanda birinchi suvni beramiz. Ha, bitta antenna nima qilamiz? Qo'yganmiz, lekin keyin stressga tushirmadi, foydasi yo'q ekan. Birinchi stress tushgani. Yo'q, birinchi stressga tushirdingizmi, bo'ldi, bu qotadi. Bu men o'zimdan avlod qoldirishim kerak, mendan urug' qolish kerak deydi, bo'y qotadi-da, kichkina bo'lib bo'lsa ham soladi. Mana, kichkina bo'lsa ham soladi. Mana. Holatini ko'ryapsizmi? Hammasida standart shu ahvol. Lekin sizlardan iltimos qilib so'rayman, Makka yomon ekan demang. Makka yomon emas. Bu yerda baribir dehqonni faktori ham bu yerda rol o'ynaydi. Mana holati. Mana. Ana shular stressga tushmagan, bitta yarim qolgan, nam bo'lgan ichki. Yo, bu baribir stress tushgan, bir xil ko'ryapsiz. Mana ichida ham bor. Buni ichkariroq kiring. Bundan kattaroq donlaringiz ham bor. Mana. Mana don. Kattaligini qarang. Yo'q, hozir bu qarang. Yoq bilan oldini farqi bor. Yoqqa ham boramizmi? Bo'ldi. Pauza qil. Bu tomoni keyinroq ichgansiz. Bir kundan keyin motor qo'ydikda motor olib keldik. Mana bu pashatkalardan boshqacharoqki. Bu уже birinchi suv ichgan bu, vohliroq. Ha. Mana. Mana Diyor. Bu odamga misol ko'rsatsangiz bo'ladi-da buni, mana. Mana pachatga. Agar yomon bo'lganda shu yomon bo'lmasdi. U nariyog'iz mana, bu yoqda ham hammasi standart, ko'ryapsizmi? Bir xil solgan, bir xil. Endi bu misol uchun ana bizlarda gapiradiganlar borda, Xitoy urug'i GMO deydi-da. Bu GMO emasligi ham bitta hujjat. GMO bo'lganda bu o'zgarmasdi. Stressda o'zini holatida turardi. Mana bu ham gibrid. Bular ham o'sha genetikasi Germaniyaniki deb aytgan bizga. O'sha biza sotayotgan Danata ham, Drakon ham, Daron ham genetika nemislarniki. Lekin holati bo'yicha mana hammasida Doniyor, agar mashina boru, vaqtida suvni bersangiz boru, ishoning normalniy tonni beradi bu ham. Hammasida mana videoga ko'rsat, standartli bir xil, hammasida bir xil solgan pachatga. Yomon emas. Misol boya shuni biz o'zimizga tajriba qilishimiz kerak-ku Husan-aka. Yanagi yil to'g'rimi aytdilar? Birinchi o'rinda suvi qantarmang. Birinchi o'rinda suvi vaqtida bering. Lekin undan keyin qantarmadik. Bari birinchi suv. Farqi yo'q. Birinchi suvdan qantardingizmi, buchi gibrid ulug' qantarilmaydi. Qarang Husan-aka, bundan keyin suv qo'yakmi yo'qmi? Bu o'zi mana bunaqa narsa. Hozir buni suvdan to'xtadi, to'xtamadini bilishingizning eng zo'r yo'li bitta pachatkani olasiz. Bu endi qurib yotdi, anlari hali ho'l. Pachatkani olasizda, uni o'rtadan bo'lasiz. Bu hali bor, hali suv ichadi. O'rtadan bo'lasiz. Mana bu uchi qizg'ishroq bo'lsa, bo'ldi, suvdan to'xtaydi. Bu hali oppoq. Buni hozir suvdan to'xtatsangiz, bu keyin shiqillab bo'mbo'sh bo'lib qoladi. So'rib ketdi. Bu mana, lekin donlari mana qanaqa Danatani. Holati zo'r. Marda ingichka, o'sha o'tgan yili ham marda ingichka bo'lgan. Buni hali suvni bering, ushab turing suvni, ha. Cherezagat qilib sekin. Ha.